Assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi aksiya darvozamiz bitib chiqdi. Bu darvozamizni 220 ming so'mdan qo'yib berdik. Nochor oilalarga borib ko'rib, sharoitini tushunib netib, o'rnatib ustunovka qilib beramiz. Razmeri 4 metrga 360 bo'lgan. Lislarimizga keladigan bo'lsak, qalinda bo'lgan. Profillari buruchli stenada bo'lgan, lislari ham buruchda bo'lgan. O'ziga yarashib turgan uslubda nejdivikalarni yopishtirib qo'yganmiz. Kimda qarindosh urug'ida yoki qo'ni qo'shnisida shunaqa nochor, shunaqa ehtiyoj bor inson bo'lsa, kommentariya yozib yoki aloqaga chiqsa biz borib sharoitini ko'rib netib, olib ustunovka qilib o'rnatib beramiz. Bu mana turishi 8 millionga bitib chiqqan. Endi bu aksiya narxida biz 3,5 millionga tushirib qo'ydik. Olib ustunovkalar hamma ichida zamoklar zubur zamokda bo'ladi. Hammasi ichida 3,5 millionga olib borib ustunovka qilamiz. Sharoitini bilib, ko'rib netib ustunovka qilib beramiz, xudo xolasa. Ko'rib tomosha qilib olishingiz mumkin mana. Navbatdagi darvozamiz gibrid fason. Yo'llari Dubay listda bo'lgan, o'rtalari high-techda bo'lgan. Bu razmerlariga kelsak, 370 ga 3,5 bo'lgan. Profillari yo'llar 8 ga 6, ichlari 6 ga 4 bo'lgan. 8 ga 6miz 1.7 stenada bo'ladi. Ichki 6 ga 4larimiz buruchda bo'lgan. Lislari ham buruch bo'lgan. O'ziga yarashib turgan nejdivikalardan foydalanganmiz. Qora nejdivikalardan teplarni arkali qilib, lazerda chizdirib, o'ziga yarashib turgan uslubda chiqarganmiz. Narxlari bilan tanishtiradigan bo'lsak, 450 mingdan 650 mingga chiqadi. 12 viloyat bo'ylab dastlabki ustunovka xizmati bor. O'z zamoklari zubur zamokda bo'ladi. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketasizlar. Navbatdagi darvozamiz turistik fason. Bu fasonimiz razmerlari 4 ga 3,5 bo'lgan. Yo'llari shivellar, taglari shivellarda bo'lgan. Ichki stoykasini 10 ga 10 qo'yganmiz. 2 qavatli variantda chiqqan. Lislari 2 stenada bo'lgan, shuka variantda. O'ziga yarashib turish uchun nejdivikalardan foydalanganmiz. Qora nejdivikalardan. Narxlari bilan tanishtirsak, narxlari 1 million 100 mingdan 1 million 400 mingga chiqadi. Holatiga qarab, sifatiga qarab, materiali qalin parashligiga qarab chiqadi. 12 viloyat bo'ylab dastlabki ustunovka xizmati bor. Navbatdagi darvozamiz reflonka fason. Razmerlari 3,5 ga 3,5 bo'lgan. Materiallari yo'llari 8 ga 6, 1.7 stenada, taglari shivellarda bo'lgan, ichkilari 6 ga 4, 1.5 stenada bo'ladi. Lislari 1.4 bo'lgan. O'ziga yarashib turish uchun mayda nejdivikalardan foydalanganmiz. Narxlari bilan tanishtirsak, narxlari 850 mingdan 1 milliongacha chiqadi. Lisiga qarab, lislarni toshga fazo qilib chiqarib beramiz. Tekis lis 2 stenada qilib chiqaramiz. Xudo xolasa, narxlari materialga qarab o'zgaradi. 12 viloyat bo'ylab dastlabki ustunovka xizmati bor. Navbatdagi darvozamiz taraq fason 340 ga 340 bo'lgan. Yo'llari 10 ga 10 bo'lgan. Ichki profillari 6 ga 4, 1.5 stenada bo'lgan. Lislari 1.8 bo'lgan. Bu lislari 1.8 2 qavatli bo'lgan, shumka variantda bo'lgan. Narxlari bilan tanishtirsak, 1 million 200 mingdan 1 million 300 minggacha bor. 12 viloyat bo'ylab dastlabki ustunovka xizmatimiz bor. Mana bu yoqda ham yana bitta aksiyamiz bor. Bu bitib chiqish narxi kvadrat 850 mingdan chiqib yurgan. Hozirda aksiyaga qo'yganmiz 550 ming so'mdan qo'yib berganmiz 12 viloyat bo'ylab. Materiallari yo'llar 8 ga 6, 1.8 stenada bo'lgan. Ichki profillari 6 ga 4, 1.5 stenada bo'lgan. Lislari 1.4 bo'lgan. Razmerlariga kelsak, 420 ga 340 bo'lgan. 550 ming so'mdan 12 viloyat bilan olib borib dastlabki xizmati, ustunovka xizmatimiz bor. Zamoklarni zubur zamok qo'yib beramiz. Taglari shivellarda bo'lgan. Taglari agar darvozamiz yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Yoqqan bo'lsa, bitta like ayamaysizlar. Xudo xolasa, olib borib chiroyli qilib o'rnatib ustunovka qilamiz. Zakaz ham olamiz buning orqasidan. Zakaz olsak, 800 ming so'mdan 1 milliongacha olamiz. Materialga qarab, holatiga qarab, material qalin parashligiga qarab 1 milliongacha chiqadi 800 mingdan. Endi bu yoqda ham darvozamiz bor. Bu reflonka fason, shaxmat qilib to'qilgan, o'ziga yarashib turgan chiroyli uslubda. Yo'llari shivellarda bo'lgan 10 ga 5.
Taglari ham shivellarda bo'lgan. Ichki profillar 6 ga 4, 1.5 stenada bo'ladi. Hop, lislari keladigan bo'lsa, lislari 1.4 bo'lgan. Hop, razmerlari hop, bunaqasiga eniga 340 bo'lgan, bo'yiga 380 bo'lgan. Hop, bu dastlabki ustunovka xizmati ichida bepul olib borib ustunovka qilib o'rnatib beramiz. Zamoklari zubur zamokda bo'ladi. Bu yoqda ham afsona fason bor. 360 ga 330 bo'lgan. Hop. Yo'llari 10 ga 5 lik shivellarda bo'lgan, taglari yo'llari. Hop. Tepa gulohoy qismi 10 ga 5 profilda bo'ladi. Hop, materiallariga kelsak, materiallari ichki qismi profillari 1.7 lik stenada bo'lgan. Lislariga kelsak 1.8 lik stenada bo'lgan, 2 qavatli bo'lgan. O'ziga yarashtirish uchun nejdivikalardan foydalanganmiz. Narxlari bilan tanishtirsak, narxlari 1.100.000 dan 1.300.000 gacha chiqadi. 12 viloyat bo'ylab dastlabki ustunovka xizmatimiz bor. Yani yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar, komment yozasizlar. Xudo xolasa like videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like tayyorlaysizlar, xudo xolasa olib borib xizmatlarini qilamiz.